ot ham hadya bo'lsin, pul ham yoningizda qolsin. Mana, Xuroson, ma'rifat ishlarimizni bitirib, Shom sari yo'lga otlandik. Eslasam, umrimizning aksar qismi safarda o'tayotgan ekan. Abdulloh tijoratdan qozongan pullaridan shu qadar ko'pini ihson qildiki, hatto safarda vaqtlarimiz, ba'zan mablag'imiz tugab qolardi. Bu safar ehtiyot shart ko'proq pul olib yo'lga chiqqandik. Aminmanki, Shomga borib karvonimiz kelguncha hamma oltinlarimizni tarqatib bo'lamiz. Chunki Abdullohning hadya ulashmagan, ihson qilmagan kuni yo'q deyarli. Otimizni ufqqa tutashgan bu kengliklarda yeldirar ekanmiz, o'tgan hayotimizning yelga so'rilmagani uchun Robbimga shukr qilamiz. Ha, shukr ne'matni ziyoda qiladi. U qulligimizning ham izhoridir. Erta tongdan yana otimizga qamchi bosdik. Otlar horiganda to'xtash uchun qulayroq joy qidirib yana ozroq yurdik. Uzoqdan birovning qorasi ko'rindi. Yaqinlashdik. Avvaliga bizdek kimdir safarga chiqqan u otini dam oldiryapti deb o'yladik. Yaqinlashib bildikki, uning oti o'lgan, o'zi yig'lamoqda ekan. Salom berdik, u hazin alik oldi. O'g'lonim, nechun yig'lamoqdasan, dedi Abdulloh uning yelkasiga qo'lini qo'yib. Aytsam, koshki dardimga malham bo'lsaydingiz, dedi u ko'z yoshlarini artarkan. Bu otimni 300 dirhamga sotib olgandim. Qarang, zotdor ot. Boshqa otlardan 2 baravar qimmat turadi. Undan foydalanmoqchi edim. Ammo maqsadimga yeta olmadim. O'zim faqir, oilali va serfarzandman. Oilamning oldiga quruq qo'l bilan borishga uyalyapman. Yosh bolalarim ko'z oldimga kelib, g'amdan o'zimni tutolmay yig'lab yubordim. Uni bor pulimga olgandim. Endi yuzimning suvini qochirib, birovdan pul so'rashga botina olmayman. Abdulloh uning yelkasidan tutib shunday dedi. O'g'lim, sen uni sog' vaqtda 300 dirhamga olgan ekansan. Men shu otingni o'lik holida 500 dirhamga olaman. Uning so'zlarini eshitgan yigit avvaliga ishonqiramay, istehzoli kulib qo'ydi. Ustimdan kulyapti deb o'yladi. Ammo bir xaltacha dirhamlarni ko'rgach, o'rnidan turib ketdi. Umrimda o'lgan hayvonni sotib oladigan odamni uchratmadim, deya tortinib gapida davom etdi. Sizdek insonlar bu sahrolarda uchrasa, yo farishta bo'ladi, yoki butun dunyo musulmonlarini o'z tanasidek bilib, shunga munosib muomala qiladigan solih inson bo'ladi. Abdulloh odati bo'yicha tezda otga minib yo'l soldi. U doim shunday qiladi. Odatda hadyalari, ehsonlari yashirin, ammo buningdek oshkor bo'lganlarida ham ortiqcha so'zlashmas, nafsi semirib ketishidan xavotirlanardi. Otimiz sahro shamolini kesib ketyapti-yu, ortimga qarab qo'yaman. Yigit qo'lidagi xaltachani ushlab, hamon bir joyda turar, bizdan ko'z uzmasdi. Endi u g'amdan qutulgan, oilasining oldida yuzi yorug', ta'minot masalasida birovga muhtojligi qolmagandi. Mana, Shomdamiz. Keliboq qo'limizdagi nodir kitoblardan bir nechtasini olimlarga yetkazdik. Zamonamizda bir nodir asarning narxi qizil tuyadan qimmat. Ammo ilm ahllari undan olgan foydasi evaziga 1000 qizil tuyadan ko'proq nafni tolibi ilmlarga yetkazadi. Qilichbozlikdan biroz mashq qildik. So'ngra uyga kirib, ishga mashg'ul bo'ldik. Abdulloh yodlagan hadis-i shariflarni takror qilishga kirishdi. Xuftondan so'ng biroz mizg'ib oldi. Tahajjud vaqtida ilgari yuzida tabassum bilan uyg'ondi. Ammo sababini aytmadi. Tabiiyki, biz ham so'ramadik. Tahorat olib bomdodgacha namoz o'qidi. Odatda kechalari uxlamasdi. Yo'l mashaqqati charchatibdi shekilli, biroz dam oldi. Namozdan so'ng tolibi ilmlarga dars o'tdi. Peshinga yaqin hovliga biz kecha sahroda uchratgan kishi shoshib keldi. Kiyimlari chang, hatto kipriklarida ham g'ubor bor. Keliboq Abdullohni so'radi. Uning yuz qo'llarini yuvishiga suv berdik. O'tirishga taklif qilib, oldiga dasturxon yozdik. U bo'lsa nuqul do'stimni so'rardi. Bir muddat o'tib, Abdulloh chiqib keldi.
Yigit o'rnidan sapchib turib salom berdi va gapira ketdi. Sizlarni ko'p qidirdim. Axiri bir kishiga kechagi voqealarni aytgandim. Bunday jo'mardlik faqat Abdulloh ibn Muborak hazratlarining qo'lidan keladi dedi. Odamlardan surishtirib, uyingizni topdim. Sizga kechagi pulingizni qaytarmoqchiman. Uni jim eshitgan Abdulloh tabassum bilan kutilmagan savol berdi. Sen hoynahoy shu kech tunda ko'rgan tushing sababidan kelgandirsan. Ha hazrat, siz qayoqdan bildingiz dedi hayratini yashirolmay. Do'stim yana jo'mardlik qildi. O'g'lim, sen ko'rgan tushni men ham ko'rdim. Guvohlar huzurida aytamanki, o'sha ot ham, qo'lingdagi pullar ham senga hadiya bo'lsin. Keyin o'z xonasiga kirib ketdi. Biz nima bo'layotganini anglamadik. Shunda yigit yig'lab yubordi va tushini bayon qildi. Tushimda mahshar maydonini, qiyomat kunini ko'rdim. Bir joyda katta bog'lar, qasrlar bor edi. Uning ichida esa o'zimning otim oltin, marjonlar bilan bezatilgandi. Bir farishta kim bu otga minsa unga xushxabar bo'lsin deb aytardi. Borib otga minmoqchi bo'ldim, ammo ruxsat berilmadi. Farishta, sen uning o'ligiga sabr qilmaganing uchun endi u seniki emas. Qara, yuganiga nima yozilgan dedi. Qarasam u yerda bu Abdulloh ibn Muborakning otidir deb yozilgan ekan. Otim o'lgandagi nadomatimdan ming chandon g'amda uyg'ondim. Namozni o'qib bo'liboq sizlarni qidira boshladim. Nihoyat topdim. Ammo hazrat meni yana lol qoldirdi. Ham pulimni o'zimda qoldirdi, ham ko'rgan tushimdagi yaxshiliklarni menga baxshida qildi. Takror g'amdan qutqardi. Allohim sizga hech g'am ko'rsatmasin. Bizga qilgan muomalangizning evaziga lutf aylab darajangizni ko'tarsin. U qayta rahmat aytib chiqib ketdi. Men bo'lsam, yuz bergan voqealarni tafakkur qilib, azbaroyi o'yga tolganim va shunday insonni Allohim ummatga mukofot qilib bergani uchun sevinganimdan bir joyda ancha qolib ketibman. O'zimga kelganimda Abdulloh kamondan o'q uzayotgan, har otgani aniq nishonga tegayotgan ekan. Hamon bardam, hamon yoyni quloqlaridan o'tkazib tortadi. Vaholanki ko'p askarlar, jangchilar uningdek yoyni qattiq tortolmas, uningdek uzoqqa otolmasdi. Eng muhimi, nishonni uningdek aniq urolmasdi. Do'stim har sohada oldinda, har ishda peshqadam edi. Allohimga, suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va hazrati sahobalarimizga muhabbati sabab shunday darajalarga yetishgandi u.